odam. Gapiring, nima o'ylayapsiz? Gapirasizmi? Alo. Evet, nari tomon telefonni o'chiringlar. Menga qaytib kelyapti domla, o'zim doshim. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima bo'lyapsiz? Men boshim og'riydi, matkim og'riydi. Boshingiz kezgan. Ko'zimda o'rgimchak bor. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi, xiralashadi. To'xtab turing, matki. Ko'zida o'rgamchi o'zi turadimi-ki? O'rgamchini hali isi turadimi? Isitib ham turadi, o'rgimchakni o'zi ham turadi. Paranoid qanchadan beri ko'rasiz? 1 yildan buyon ko'raman. Lekin to'xtab turing, hozir to'xtab turing. Odamlar mana diagnoz qo'yish juda muhim narsa, tashxis. Juda muhim narsa. O'sha odam sizga gapiryapman. Masalan, hozir mana xolaman gaplashyapman, opam xolaman gaplashyapman. Hozir masalan aytib, o'pti 5-6 ming odam bo'lishi mumkin. Bu xoladagi bor narsa ko'pchilikda bo'ladi. Ko'pchilikda bo'lishi mumkin. Mana xoladagi masalan sehrni aytyaptimi? Aytyapmanmi? Agar qo'qqizsan u sehr sizda ham bo'lsa, sizdagi sehr mana tashqari chiqib, siri tashqari ochilgandan keyin sizlarga ham sehr tezroq ketadi. Tezroq yaxshi bo'ladi. Shuning uchun chiqib ketmasan eshitinglar. Tushundilarmi odamlar? Sizlarda sehr, bu holatda bor sehr sizlardan bo'lib qolsa, sizda sehr tez yechilib ketadi, tez ochilib ketadi. Qanchalik jinni siri kuchli bo'lsa, qanchalik jin sehrini bekitsa, shunchalik sehr botil bo'lish qiyin bo'ladi. Shuning uchun quloq solib eshitinglar. Tak. Shafran, Ramoy qancha beri ko'ryapsiz? 1 yildan buyon. Paytda nima bo'lasiz? Efir paytida qo'rquv bo'ladi, ko'nglim ayniydi. Efir paytda qo'rquv bo'ladi, ko'nglingiz ayniydi. Qayt qilasizmi? Yo'q, qayt oldin qilardim. Hozir qayt qilmayman. Oldingidan ancha. Necha foiz yengilladingiz oldingidan? 50% yengilladim. Tak, shifo shafronlar ichdingiz-a? Ha, shifo shafron ichdim. Ko'zingizni yuvdingizmi, ko'zingizni shafron bilan? Yuvdim ko'zlarimni. Baribir o'rgimchak. Oldinga nisbatan nima bo'ldi o'rgimchak? O'rgimchak turibdi, lekin oldingiga nisbatan ko'zimning og'riqlari qoldi. Lekin o'rgimchak turibdi. Qarang. Og'riqlar qoldi, lekin o'rgimchak turibdi. O'rgimchak oldindan bormi yo yaqinda paydo bo'ldimi? Yo'q, 7 yil bo'ldi bo'lganiga. Bo'ldi. Shu o'rgimchak nima kichayganga o'xshadimi? Nima bo'ldi? Kichayganga o'xshamadi, shu turishida turibdi. Sizchi? Ko'zingizni bir kun necha marta yuvasiz shifo shafron suvi bilan? 5 vaqt namoz o'qiman, 5 mahal yuvaman. Shifo shafron bilan, ha? Ha. Ko'zingiz necha foiz yaxshi bo'ldi oldingidan? Bir 30%, 40% yaxshi bo'ldi. Yaxshi, yarmi ketibdi. Sizdan ko'zingizni ko'p yuvish kerak. Mana qiling. Xola, meni yaxshi eshiting. Shifo zaytun bor-ku? Shifo zaytun qo'lingizda zaytunlaysiz. Zaytunlatib, sizni ko'zingizda haligi o'rgimchi deyapsiz-ku, ko'zingiz o'zida emas, ko'zingiz mayerida turibdi-da, mayerida. Shunaqa sehr bor, mayer turadi. Shunda ko'z o'zida emas, ko'z yonida какой-то 200 sm narida turadi. Shuning uchun zaytun surtganingizda ko'zingizga emas, как-будто go'yoki ana shu o'rgamchi surtganda mana qilib surkaysiz. Tushundingizmi, ko'zingizga tegizmasdan. Shunaqa qiling, foydasi zo'r bo'ladi. Keyin oxir ko'rgan tushingiz nima bo'ldi? Oxir ko'rgan tushim sizni mangizga bordim, oldingizga bordim. Eng oxirgisi oppoq ilon ko'rdim. Chiroyli ilon ekan, oppoq. Nima dakansa gapiring. Ilon nima qildi? Nima bo'ldi? Ilon kimnidir uyda turibdi ekan, men ko'zim bilan ko'rdim. Ilon sekin ketayotganini ko'rdim. Uydan chiqib ketayotganini ko'rdingizmi? Ha, chiqayotganini ko'rdim. Bu yaxshi sehr, kasallik sehri ketayotganini bildiradi. Ba'zida oqilaning o'lim sehrini ham bildiradi. Chiqayotgan bu yaxshi. Men turmushga chiqa olmadim, domla. Yoshi nechida? 42. 42. O'qigan matkalar og'riydimi? Og'riydi. Oldin shifo shafronni ichmasdan oldin erkak quchoqlab zino qilardik-da men. Necha yil zinoda yurdim men.
keyin shafronni ichgandan keyin zinalarim ketdi. Markaz Lekin og'riq vasvas kamaydimi? bo'lyapti. Ha, kamaydi. Vasvas bo'lyapti. Qanaqa vasvas? O'lib qolaman degan vasvas bor. Bo'ldi, qana shu o'lib qolaman vasvas kamaydimi oldingidan? Ha, oldingidan kamaydi. Juda ham Endi kamaydi. to'xtab turing. Siz bayaq shuni aytdingiz-ku, ilonni chiqib ketayotganini ko'rdim. Mana shuni boshini ayting, qayerda ko'rdingiz? Kim uyda ko'rdingiz? Kimni uyda ko'rganimni bilmadim, lekin kimnidir uyida turgan ekan. Shu sekin chiqayotganini ko'rdim. O'zimni uyimda emas lekin. Birinchi marta shafron ichgan paytimda katta ilon ko'rdim. Ko'chadan chiqib ketdi, katta ilon. To'xtab turing. Endi sizga savol, tushuncha qarab aytyapman-da. Bironta bir adashib, noto'g'ri domlalarga borib o'qita olmadingizmi o'zingizni? Yo'q. Sizdan keyin hech kimga bormadim. Yo'q, undan oldin. Sizdan oldin borardim. Lekin keyin bormagandan keyin bormadim. Yo'q, bo'pti. Undan oldin borarmidingiz? Adashib baxshiga borib olganmisiz adashib? Yo'q, baxshiga borgan emasman. Sizga o'xshaydigan bitta domlaga borganman. Qur'onni qilib olgan. Qur'on o'qisalar to'g'ri o'qolmaydi hozir. Ko'p domlalar nomiga Qur'on o'qib qo'yadi. Keyin bormadim domla, sizdan keyin bormadim. Keyin so'ramayapman, umumiy holatda adashib baxshiga bora olmaganmisiz deyapman. Yo'q, baxshiga bormadim. Yo'q. Qur'on tashqarida nimalar o'qiydi ekan? Ruqiya o'qiydi u. 4 yil madrasada o'qigan, ruqiya o'qiydi. Yod olib qo'yibdi Qur'onni hammasini. Tushunarli. Keyin bironta bir kinnachilarga bormagansiz-a? Yo'q. Umuman bormaganman. Tushunarli. Lekin nima? Azob beradi-da bu menga. Turmushga chiqa olmayapman. Iltimos yordam bering. Sizni oldingizga shuning uchun bordim men. Xolos, men hozir nima qilyapman? Men siz hozir opa yordam bermang, nima qilyapman sizga? Uzr. Tak. Endi nima qilasiz? Sen davom etasiz-kanda boshqa. Chiqarishni iloji yo'q, mudomila. Iltimos. Ya Robbi Alloh. Qarang. Iltimos chiqarib bering. Qiynalyapman. Unaqa demang, unaqa desa hammasini o'rganadi hozir. Iltimos, unaqa qilmanglar. Men o'zim agar tayyor bo'lgan bo'lsa, o'zim aytaman men. Xo'p. Qarang, xuddi biroz sizni kuzatayotganda siz bilan bironta bir aloqa borga o'xshaydimi, yo'qmi? Kuzatayotgandek? Biroz sizni ko'rayotgan, kuzatib turgandek, biroz sizni qarab turgandek, biroz sizni kontrol qilib turganga o'xshaydimi, yo'qmi? Yo'q, unaqaga o'xshamaydi. Faqat gapirib turgandek, vasvas qilgandek bo'ladi. Ilon tushunolmayapman. Ilon, oq ilon yoki sehr, lekin siz aytyapsiz, meni uyimdan emas, deyapsiz, biron uydan deyapsiz. Naverno u sizga kelayotgan sehrni bildiradi. Sizga kelayotgan sehrni bildiradi. Asha tushdan keyin og'irlashib qoldingizmi, yo'qmi? Yo'q, og'irlashmadim, qayta yengil bo'ldim. Значит, sehr ketibdi-da, boshqa yerdan ketdi. Nega bunaqa qildi ekan? Men yengil bo'ldim. Hozir qo'rqdim, hozir qanaqadir qo'rqinchli nima bo'lyapti. Ancha yengil bo'ldim. Siz ruqyalangan keyin. Tushunarli. Efir payti nima bo'laman dedingiz? Ko'nglim ayniydi. Yuragim og'riydi. Boshim toshga o'xshaydigan narsa bordi. Boshingiz ko'p gangiraydimi boshingiz? Nima qiladi? Boshingiz gangiraydimi? Boshim og'riydi. Ko'p og'riydi. Lekin oldingidan ancha yengil. Siz nima qiladingiz? Siz hozir buni eplolmaysiz siz. Ichida to'g'ri jim bor, lekin eplolmaysiz. Chunki nima deb savollar beryapman, haligi eplolmaysiz-da. Siz shu nima qilib davom etavering, nimani eshitib davom etavering. Ancha yaxshi bo'lib qolsa, qolgan ham ketadi. Savolingiz bormi meni? Urinib ko'ring,